Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom, Timur, yaxshimisiz? Bu men Malikaman. Kvartiram bo'yicha telefon qilayotgandim. Ana Yakkasaroydagi 200 minglik kvartiramidi? Ha, to'g'ri. Nima bo'ldi? Hali ham sotilmadimi? Hozir 4 ta realtor sotyapti-da, sotisholmayapti. Shuni siz bir shug'ullanib sotib bering. Yo'q, Malika opa bunaqasi to'g'ri kelmaydi lekin. Tezroq sotasiz, sizga nasib qiladi. Ya'ni men hozir vaqtimni, pulimni reklama uchun sarflab boshqa agentlar bilan poyga o'ynashim kerakmi? Boshqa qanday hal qilsa bo'ladi? Muammo nimada o'zi? Qarang, muammo xaridor ko'radigan narsa. 5 ta bir xil e'lon ko'rsa o'ylaydi, hujjati joyida emasmi, yo tezroq qutulmoqchimi, yo narx osmondami deb o'ylaydi. Men o'ylardimki, qancha ko'p odam sotsa shuncha tez sotiladi deb. Yo'q, Toshkentda bunaqasi o'tmaydi. Xaridorlar e'tiborli. Kvartira hamma joyda turibdi degani allaqachon ko'rishgan, hech kim olmayapti. Agentlar ham bunaqa narsaga pul tikmaydi. Unda nima qilish kerak? Qarang, bitta agent bilan ishlang, bitta strategiya bo'yicha o'sha odam reklama qiladi, mijoz olib keladi. O'zi pul tikadi reklamaga. Xullas motivatsiya bo'ladi. Kvartirangiz hamcha 200 ming Yakkasaroydagi kvartira uchun qimmat bozor narxidan. Xaridorlar biladi narxlarni. Demak, men bitta agent bilan ishlab, narxini tushirishim kerakmi? Ha, shunda sotiladi, bo'lmasa turaveradi kvartirangiz. Bu kvartira 2 yildan beri turibdi, yana ham turadi. Toshkentda narxlar baland, sotish uchun strategiya yo'q. Agar siz kvartirangizni tez orada sotmoqchi bo'lsangiz, profil shapkadagi formani to'ldiring. Biz siz bilan tez orada bog'lanib, ishingizni hal qilib beramiz.